Ko'plab sanatoriylardan farqli bo'lgan Umid Gulshani sanatoriysi barcha qulayliklarga ega bo'lish bilan bir qatorda asosiy urg'uni dam oluvchilarning shifo topishlariga qaratadi. Bu yerda dam olib ketgan mijozlar mamnunlik bilan shifokorlarga o'z minnatdorchiliklarini izhor qilishadi. Ana shunday o'z kasbining fidoyisi bo'lgan shifokorlardan biri urolog, davolash ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Ashurov Shokirjon Mirzajonovich sanatoriydagi davolash jarayoni haqida ma'lumot berib o'tadilar. Hozirgi kunda sanatoriyimizga murojaat qilayotgan bemorlarning ko'p qismi demak urologik muammolardan eng hozirgi ko'payib boryapti. Bu bepushtlik, jumladan erkaklar bepushligi ham yildan yilga salmoq oshib boryapti. Bundan bir 20-30 yil oldin aytsak, erkaklar bepushligi to'g'risida kam ma'lumot, kam muolajalar o'tkazilardi. Hozirgi kunga kelib baro 50%da erkaklar, 50%da ayollar bepushtlikka sabab bo'lyapti. Bepushtlikni davolash bo'yicha hozir yildan yilga yangi usullar, davolash usullari, dori-darmonlar, kerak holatlarda operativ amaliyotlar tatbiq qilinmoqda. Jumladan bizning sanatoriy kurort sharoitida asosan fizio davolash uslublari keng qo'llanadi. Jumladan shu ko'rib turgan uskunamiz Rossiya davlat ishlab chiqarilgan Matrix Urol degan apparat bo'lib, xosatan shu erkaklar kasalliklarini davolash uchun mo'ljallangan. Bu apparat o'zida bir necha davolash faktorlarini jamlagan, jumladan o'sha vakuum, magnit maydoni, lazer nurlari hammasini qo'shib birgalikda davolash o'tkaziladi. Bu davolash uskunasining asosiy davo ta'sirlari bu yuqorida aytib o'tdim. Surunkali yallig'lanish kasalliklarni o'sha jinsiy a'zolarda bo'lib kechayotgan davrida, demak o'sha yallig'lanishni ketkazish, kamaytirish simptomlarini hamda o'sha jinsiy a'zolarga qon aylanishini yaxshilash, limfada aylanishini yaxshilash, moddalanishni yaxshilash hisobiga demak davolash ta'sir ko'rsatadi. Oqibatida yallig'lanish ketadi.